Assalomu alaykum. Taraflar dasturi, ya'ni efirda har galgidek bir gapni aytib charchamayman. Taraflar dasturida o'ziga ishonganlar va o'z so'ziga ishonib o'z tarafini himoya qila oladiganlargina taraflar dasturiga tashrif buyuradi. Shuning uchun ham aynan o'zini tarafini himoya qila oladigan, o'z so'ziga ega Dixonimni taklif etganmiz. Xush kelibsiz Dixonim. Assalomu alaykum Meroshaq aka. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi ekspertlar bilan guruh qilib? Siz charchamadingizmi bir 20 tadan ortiq intervyuga borib? Lekin fikrlar jangi sizda baribir. Siz eng ko'p fikrimga qiziqasiz. Qaysidir intervyuda hayotimga qiziqishadi, qaysidir intervyuda faoliyatimga qiziqishadi. Lekin hayot ham, faoliyat ham sizga fikrchalik muhim emas. Va siz uchun qadrli bo'lgan narsa men uchun ham qadrli. Ya'ni fikr bilan yaltirlagim keladi. Aynan insonlarga eng qimmatli narsamiz bera oladiganimiz bizni kiygan kiyimlarimiz yoki yurish turishimiz, hayotimiz emas, bebaho fikrimiz bilan ilinganlarimiz va mana shu orqali ularni qaysidir ma'noda qarashlarini, yashashini yengillashtirish, foyda keltirish. Xo'p, bu safar, bu gal nima bilan maqtanasiz? Yangi ilmlaringiz bilan, yangi fikrlaringiz bilan, marhamat. Maqtansa faqat fikrlar bilan maqtanish kerak odam. Nimaga? Chunki hamma narsa siz aytayotgan moddiy hamma narsa chiriydi, lekin fikr chirimaydi. Va fikr bolalaydi, fikr mangulikka olib boradi, fikr yashatadi, badandan keyin ham yashatadi. Fikr asrlar oshadi. Fikr siz tanimagan millatlar ichiga ham olib kiradi. Siz ko'rmagan avlodlarga tanitadi. Shu uchun yana yangi jangga tayyorlanib keldim. Va bu jang avvalgi janglardan boshqacha. Qaysi ma'noda? Alohida fikr almashganimizga ko'p bo'lmadi, lekin dastur bo'yicha suhbatlashmaganimizga ancha bo'ldi. Lekin mana shu 6 oymi, 8 oymi yaxshigina tajribalar, yaxshigina faoliyat jihatdan, hayot jihatdan toblanishlar bo'ldi. Aynan mana shu vaqt ichida qanday toblanganimni tomoshabinlar tili bilan aytganda sizni turs qilib beradigan savollaringizda ochilaman deb keldim. Shunisi bilan ajralib turadi. Chunki ba'zida o'ylanaman-da, yo noto'g'ri ekspert tanlab qo'yaman ba'zida, yoki chaqirilgan mehmon ekspert o'z sohasida kerakli natijaga ega emas. Uyi bilan bir nimalar bilan natija emas-da. Mani taraflar dasturimga chaqiradigan mehmonlarim, mana oxirgi mehmonlarim juda ham ajoyib tarzda davom etib kelyapti. Mana navbatdagisi o'laroq siz. Ya'ni sohasidagi natijalar qiziq menga. Mani u shaxsiy hayotiga maishiy natijalari menga umuman qiziq emas. Shuning uchun ham chaqirib bel bog'laman ham jangga tayyor turganim, sohasidagi natijasi va haqiqatda o'z nomini oqlaydigan va taraflar dasturini tomoshabinlarning umidini oqlaydigan ekspert ro'paramda bo'lishi kerak. Va ko'ramiz 40 daqiqa ichida xolis ne kecharkandek. 40 daqiqa ichida qana yana nimalar kechadi va aytmoqchi bo'lganim, nima uchun taraflarga yaqinlashmaganini bir asosiy sabablari deb o'zim shaxsiy fikrim bor. Nima diniy fikrlarga biroq qiziqmay qo'ydimi yoki dini bo'ldi, fikri eskirdimi? Endi talab yo'qmi? Endi unga umid bog'laganlar u qadar istak bildirmayaptiki, u meni atrofimda emas degan narsa uyg'ondi. Shuning uchun ham chaqirdim. O'zi taraflarda fikrlari yaltiraydiganlarni taklif qilasiz. Jangga taklif qildim dedingiz. Men agar fikrlarim jangga tayyor bo'lmasa, ya'ni askarlarni avval tayyorgarlik ko'rsatishadi, miltiqni qanday tutishni o'rgatishadi, qayerda qanaqa zarba berishni o'rgatishadi. Fikrlarim ham toblanmaskan, men bunaqa jiddiy ko'rsatuvlarga shunchaki shataloq otib ketmayman. Ayniqsa sizni ko'rsatuvingizga. Chunki har tomondan hamla kelishiga tayyor turish kerak va meni eng yaxshi ko'rgan va o'zimni hurmat qiladigan. Qarang, uy olsam bunchalik o'zimni hurmat qilmayman. Ha, ola olding. Yoki bir
qaysidir marrani zabt etsam, ijtimoiy marralarni nazarda tutyapman. Ularni olsam ham man yangi fikr aytganchalik yoki qaysidir fikrni yangilaganchalik, eski ishlatilib bo'lingan fikrni yangilaganchalik maza qilmayman. Va mana shu ko'rsatuv menga eskirgan fikrlarni to'kishga, to'satdan o'zim ham bilmagan fikrlarni tug'ilishiga, otilib, favvoraday otilib chiqishiga yordam bergani uchun men pishitib, yetiltirib kelaman. Ya'ni unutilish, esdan chiqarilish, bu kabi yoki unga talab bo'lmay qolmasligi degan bilmadim. G'iybatga o'xshagan narsalar katta fikrlar oldida juda mayda va men u uchun unga nazar solib ham o'tirmayman yoki odamlar men haqimda nima deb o'ylashar ekan degan yoki meni eshitishyaptimi degan yolg'on tasavvurim, yolg'on yoki o'zimni chalg'itadigan shubhalarim ham yo'q. Bunga meni vaqtim yo'q. Bu haqida o'ylashga. Meni vaqtim faqat fikrlarni yangilashga ketadi. Men bilaman, bir fikr butun dunyoni yangilashi mumkin. Bir fikr atom portlata olmaydigan joylarni portlatib yuborishi mumkin. Lekin o'sha fikrni otilib chiqishi uchun zamon kerak, vaqt kerak. 365 kun to'tiqushday sayraganingiz va uni 80 yil davom ettirganingizda hech qanday naf yo'q. Lekin 7 yil jim bo'ling, jim bo'lib bitta gap ayting, portlating. Men har doim shuni tarafdoriman. Shuning uchun surakli, muntazam chiqish, muntazam yaltirash, muntazam kurs sotish, muntazam yana nimadirlardan men o'zimni saqlayman. Bir xillashib qolishdan saqlayman. O'sha uchun fikrlar jangiga o'tiraylik. O'tiladi. Sababi yana bitta narsa, mana ekspertlar ham aytadi, fikrlar tug'iladi deydi, boshqa bo'ladi. Fikrlar tug'iladi, u o'z og'zi bilan aytadi. Taraflar dasturida fikrlarni tug'ilish uchun otalik vazifasi meni qo'limda. Otasi bo'lmasa ekan, sog'lom ota bo'lmasa ekan, sog'lom otani fikri bo'lmasa ekan, sog'lom fikr tug'ilmaydi bola bo'lib. Demakki, bu maydon fikrni otasi ilhomlantiradi. Uni o'sha fikrni onasi bo'lib kimdir dunyoga keltirib beradi. Ekspert dunyoga keltirib beradi. Albatta, o'shaning uchun sog'lom fikrlashga turadi. Endi ota o'z farzandiga qanchalik javobgarlikni olib taqdiriga turib bersa, ekspertlarimning fikriga shu qadar turib beraman ota bo'lib. Chunki himoyasi uchun ham, boshqasi uchun ham. Agar u noto'g'ri bo'lsa, shu joy o'zida kesaman, shu joy o'zida to'xtataman, shu joy o'zida og'ziga uraman va u tug'ilishlikka umuman yo'l qo'ymayman. Menga mana shu ko'rsatuvni shaffofligi juda ham yoqadi. Mana sizni savollaringizni ba'zilar ekspertni yedirdi, ekspertga zo'r zarba berdi deb qabul qilishadi. Asl jurnalistika esa ekspertda ko'rgan fikringizni shaffof yetkazib berish. Ya'ni ekspert balki qaysidir joyda chalg'ayotgandir. Siz zarba bilan bu tarafdan ayt deysiz. Ya'ni sizni savollaringiz aslida yerga uruvchi yoki unga hamla qiluvchi, uni yer qiluvchi emas, aksincha uni chiqartiruvchi, unga xalaqit berayotgan narsalardan to'kuvchi. Shunda menimcha eng zo'r va shaffof jurnalistika shu. Aslida ham shunga harakat qilaman o'zi. Va bir narsa o'ylantirdi-da, mana yo'q bo'lib ketish, mana suhbatimda nima taraflarda yo'q bo'ldi, taslim bo'ldim, qayerda degan o'sha fikr tug'ilganda men aytdim. 365 kun darslarini sotib, kurslarini sotayotgan psixologlar taniyman. Chunki menda bormi? U albatta kuzatuvda turadi. Kuzatiladi. Men kuzataman, meni komandam kuzatadi. Ular biror joyda qanaqadir kurs yoki qanaqadir yangi ta'limotini olib kirdimi, albatta biz o'rganib chiqamiz. Chunki ertaga suhbatga albatta keladi, bilamiz. Shuning uchun ham ko'rdim, mana 6 oy davomida biz oxirgi podkastimiz 6 oydan oshibdi. Biror marta kurs ko'rmadim, biror marta bir qanaqadir sotuvda hech narsa ko'rmadim, boshqa ko'rmadim. Talab bo'lsa narsa bo'ladi. Nima uchun yo'q?
Prямой efirlarga kiraman. Prямой efirlarda shuncha odam so'rayotganlari bor. YouTube kanalida ko'raman, so'rayotganlari bor. Endi nima bo'ldi? Nima uchun bermayapti? Yoki bu qadar tirikchilik manbai sifatida qaramaydimi bu kurslariga? Shuning uchun ham u kurs bermayaptimi dedim. Va asli va rost javob faqat Jihonim o'zidangina-da. Mana shuni ham qiziq bo'ldi menga. Men uyalaman. To'tiqushday bir gap aytishga, to'tiqushday bitta kursni sotishga men uyalaman. Bir g'oya bo'lmagan yurishlardan. Ya'ni asl kurslarni taqdim qilishdan maqsad har bir ekspertni o'zini bir aortasi bo'ladi-ku, qon tomiri, katta qon tomiri, uni g'oyasi bo'ladi. G'oya nima? Erkinlikka olib chiqishmi ayollarni? G'oya nima? Fikrlashga undashishmi? G'oya nima? O'zini kashf qilishga undashmi? Yoki O'zbekiston ayollarini aybdorlikdan qutqarish, yangi bir davrga sakratishmi? Nima g'oya? Va men uyalaman deganim, mana shu aortamda qon sharqirab oqmasa, men uyalaman. To'g'ri, kurslarim ko'p, lekin har doim sotmayman. Nega? O'sha joyga qon yugursa, odamlarda o'sha qonga ehtiyoj sezsam, men chiqaraman. Men uyalaman, hali ehtiyoj bo'lmagan joyda yoki hali o'sha aytganimdek badanida titrab o'sha yetmayotgan, nimadir vitamin yetmaydi-ku, men auditoriyamni his qilaman. Yetmayotgan joyda nima deydi, fanigan kerak bo'lgan joyda aspirinni berishga yoki boshqa bir dorini o'tkazib yuborishga men uyalaman. Bilasizmi, insonning muvaffaqiyati bu o'z qadriyatlariga sodiqligi bilan o'lchanadi. Men muvaffaqiyatimni o'zimni qat'iyatim bilan, qadriyatlarimga qanchalik sadoqatim bilan, ichimdagi aortamni o'sha qonunni tezligi oqishi bilan o'lchaganim uchun men atrofga qarab savdo sotiq qilmayman. Men ichimga qarab savdo sotiq qilaman. Agar o'zimni savdo sotig'imdan naf ko'rsam, o'zimni oldimda g'olib bo'lsam, o'zimni oldimda halolligimni ko'rsata olsam, o'zimga g'olibligimni ko'rsata olsam, o'zimni oldimda sharqirab oqa olsam, undan keyin avtomatik o'zi oshib toshib chiqadi. Men o'zi oxirgi kunlarda kurs yaratmayotganimni sababi ham shunda. 5 yil davomida 15 dan ortiq kurs yaratgan bo'lsam, hammasi o'z talabi bilan, odamlarni talabidan oldin o'zimni talabim bilan yaralgan. Har biri. Va men hozir shu holatga keldim. 10 kunlik dars bilan, 40 kunlik dars bilan men aldolmayman odamlarni. Chunki men 40 kunda yetishmadim, 10 kunda yetishmadim. Men 5 yilda ham hali yetishyapman. O'sha uchun insonlarga davomiy energiya kerakligini anglaganimdan keyin menga keluvchilarni uzun sura 1 yil qanotim ostida olishni, ular bilan bir safda yurishni tanladim. Hozir kichik kurslar qilmasligimning sababi shu. Men aldashdan naf ko'rmayapman. Kichik kurslar esa o'sha 5 yil davomida meni olib kelgan zina, bu o'sha meni kurslarim. Yo ular hamma kursni o'qib meni shu holatimga keladi, yoki bitta kursni olib o'zgara olmasligini tan oladi. Yoki to'liq men rivojlanaman degan odam 1 yil o'zini ustida tinimsiz ekspert bilan birga rivojlanadi. Bitta nafasda, bitta havoda turib rivojlanadi. Bu xuddiki 1 yil bir uyda yashashday gap. Ya'ni men arendaga 10 kun qo'yib, insonlarni meni ob-havomga, meni atmosferamga, energiyamga o'rganding, chiq deya olmas ekanman. Shuning uchun endi kurs yaratmayman. Kurs yo'q menda. Lekin kurslarimga ehtiyoj bo'lishi bilan bir-biriga mos bo'lgan, yaqin bo'lgan kurslarni guruhiy qilib sotuvga chiqaraman.
da. Shu kurs yozayotganda, kursni kashf qilayotganda real hayot sharoitiga mutanosib qilib yaratishini ham bir nazarda tutasizlarmi? Real hayotga mutanosib qaysi ma'noda? Ya'niki, Puligami? bugun men ekspertlarga aytmoqchiman. Ekspertlar kursini sotadi. Mana men shunga yetib keldim deb uyini, joyini, hamma borgan mamlakatini ko'rsatadi-da. O'zi yetishtirayotgan kursdagi ayollar o'zi o'ksintirib, o'zi sindiradi. Shunday. O'zi sindiradi. O'shani yetilayotgan o'zi. Sen shuni sotding, sen shuni berding, mana shu ilmni targ'ib qildingmi? Bir oygina o'sha ayollar darajasiga tushib tur. O'shalarning sharoitida bo'l. Ana shular bilan teppa-teng nima yesa yeb ichib tur. Hech bo'lmasa ular ko'rmasa ham o'z holingda. Ularni his qilmasdan turib holatini, sharoitini, o'ylovlarini, yashamlarini his qilmasdan turib, ularga kursni sotib berib, o'zi chet elda, o'zi dengiz bo'yida, bu juda katta nohaqlik. Bugungi ekspertlarimga, bugungi mana shu mutaxassislarga aytaman. O'zi sotib, mana men shu darajaga yetib keldim deb beradi. Ana ayollar qaysi holati, qaysi ruhiy holati, ular bilan umuman ishi yo'q-da. Endi u o'yinlar ketmaydi. Buni xalq biz xalq sodda deymiz, lekin xalqdan aqlli, xalqdan dono qatlam yo'q. Mana hayotni oldingi safida yurganlar, deylik jurnalistlar, deylik coachlar, psixologlar, hokazolar o'ylashadiki, biz xalqni oldingi safidamiz. Yo'q, xalq har doim birinchi safda. Ular eng katta 80% qismni egallashadi. To'g'ri, ular orasida urchiydigan gaplar umumiy bir tug'dirib, bir hujayra umumiy bir fikr uyg'otadi va xalq to'lqindir, xalq dengizdir, bizni xalq kuchdir olib boradi. Ya'ni xalq o'zini dengizida saragini sarakka, puchagini puchakka ajratib boradi har doim. Demoqchimanki, siz aytayotgan o'yinlar endi ketmaydi. Bu qaysi bir chindan yaralardan chiqqan, chindan bir saodatga erishgan uy olib, boshpana topib, chindan bir uloqqa erishgan insonni hayratlari edi eng birinchi chiqqan paytda bu kursni metodlari. Chindan uni hayajonlantirgandi. Hozir kvartira olsa ham hayajonlanib olib, men shunga yetishdim demayapti. Shu xuddiki o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, faqat men erishaman. Ajab bo'lsin, sen o'tiraver. Hali aytganingizdek, aslida unga kurs beryapti, lekin uni ustidan kulganday qilib, xuddi shunaqa o'zi tushuntirib, o'zi sindiradi. Kulganday qilib olayotgan energiyani beradi. Mana shu endi nomeri o'tmayotganidan dalolat. Endi baribir o'sha eng boshdagi fikrga qaytamiz. Endi fikrlar bilan olayotgan yerlari bilan, ya'ni fikrlar orqali qancha joyni ola oldi, kimlarni egallay oldi, qaysi sohani egalladi, qaysi tur odamlarni egallayapti. U bilan o'lchanadi endi. Puli bilan borgan sayohati emas, fikri bilan olgan yeri. O'sha bilan endi xalq taroziga tortishni boshlaydi. Natijani ko'radi. Shunday. Ya'ni endi natijalar fikrlarga qarab beriladi. Endi o'sha fikrlarni, hattoki fikrlarni ham yodlab olingan yoki qanaqadir yaltiroqqa ega bo'lgan narsalar emas, yoki chet eldan ko'chirilgan narsalar emas, uni ortidagi tajriba va o'sha energiya, qodirlik, tanadan ajratib bo'lmaydigan, ba'zi bir ko'zga ko'rinmaydigan, lekin fikrda otilib turadigan narsalar bilan o'lchanadi. Buni xalq juda ham yaxshi sezadi. Endi savolingizga qaytaman. Real hayot bilan uyg'unligini hisobga olasizlarmi? Kurslar yozilayotganda. Albatta. Va yana bir narsa. Xalq deysizlar, millat deysizlar, nima qildinglar degan savol ham tug'iladi. Sizlarni gapirayotgan gapinglar bilan xalqqa qilayotgan yaxshiliginglar bu qadar balansi qay darajada to'g'ri? Bu qiziq. Mana gapini eshitib, ko'vichini eshitayotgan, boshqa qilayotgan hammasi xalqsiz, ular hech kim. Mana oldi qatorda xalq turadi, gap bo'lishi mumkin emas. Shunga yarasha bera olyapsizlarmi? Xalq deb gapirish oson, obyektiv ro'parasida o'tirib, lekin amalda nimalar qildinglar? Bu qiziq. Bitta
o'zimni faoliyatimdagi misol bilan bu savolingizga 100% javob bera olaman. Mana ekspertlar chiqadi, yangi kanal ochadi, target yoqadi va unda eng yangi o'sha ovda qarmoqqa ilingan baliqlarga non berib, ozroq aldab va endi qaysi ma'noda metodni tushuntirib beryapman. Kurs beradi. Lekin men shu paytgacha Telegram kanalimni o'zgartirmaganman. Yangi kanal ochib, yangi odam chaqirmaganman. Nimaga? Menga eng boshida kelgan insonni rivoji qiziq bo'lgan. Eng boshida men bilan baravar kelgan insonni men kanalimni yopib tashlab, udalet qilib, sizlar bilan xayrlashdim. Yangi men o'ringa chiqdim, darajaga chiqdim. Endi men bilimimni ko'tara olmayapsizlar, uzr deb keta olmayman. Menga aynan ana shu tetapoya bo'lib, men bilan birga oyog'ini bosaymi, bosmaymi degan insonlarni natijasi qiziq bo'lgan. Demoqchimanki, Telegram kanalimdagi xalq, meni auditoriyam bu eng boshdan yig'ilgan va shu paytgacha meni hayotiy faoliyat jihatdan ham jarayonlarimga guvoh bo'lgan insonlar. Ularni men fikrlarim bilan, anglashlarim bilan har doim oziqlantirib borganman. Mana xalqqa nima beryapsizlar dedingiz-ku, men 3 kunlik berib yo'q bo'lib yoki bo'lmasa qaysidir o'sha moliyaviy maqsad bilan yorib chiqib, keyin ana pulemyotni o'qiday uzunlikda yo'q bo'lib ketganim yo'q. Nima qilsam o'sha auditoriyam ichida qilganman. Ya'ni bu yoqda faqat kurs sotilmaydi. Bu yoqda fikr uzatilinadi. Dardlarga o'rtoq tutilinadi. Kundalik yozilinadi, lahzalik yozilinadi. O'rtoqlar, menda ruhiy mana shunaqa jarayon kechyapti. Sizlar ham mana shu jarayonda bunaqa qilinglar deb tep-tekin buni kursda aytaman deb emas, tep-tekin ochiq ma'lumot beriladi. Ayniqsa, mana shu meni o'zimni kanalimni, shaxsiy kanalimni kuzatsangiz, anglagan uchun savol qidirgan inson uchun juda ko'p ma'lumotlar bor. 5 yil ichida bilmadim. Men uning ichidan 3 ta 4 ta kitob chiqaraman. Anglagan inson sifatida o'zimni fikrlarimni o'qib, "Vo, men buni kitob qilsam bo'lar ekan" deyman. Mana xalqqa men nima beryapman? Juda ham ko'p efirlar o'tkazaman, bepul efirlar. Mana reelslarda fikrlarimni aytaman. Bilasizmi? Chiroyli fikrni eshitish emas, yangi fikrda miyani ishlatib qo'yish. Bu eng qimmat narsa. Wow, zo'r gapirdi. Malades. Kostyumiga gul taqib turibdi shu opa degan gap emas. Bir fikr aytishim kerakki deyman. O'sha fikr bilan uni ongida evolyutsiya bo'lsin. Ha, men maqtansam bo'lar ekan. Ha, kurash ongi ijod bilan chiqilar ekan deb o'zini ongida urug'lansin o'sha fikr. Mana shu ham xalqqa, millatga qilinadigan eng katta yaxshilik emasmi? Millat, xalq bir kimdir oyog'i og'ribdi desa, oyog'i og'rishiga chopib ketayotgan millatni, avariya bo'libdi desa, o'shanga qarab ketayotgan millatni, kimdir sudga beribdi desa, o'shanga qarab ko'r-ko'rona ketayotgan millatni bir fikr bilan chalg'itib turish, bu juda katta narsa emasmi? U katta ozuq emasmi? 1 minut ichida, bir reels 1 minut ichidagi fikr sizni 10 mingta odamni noto'g'ri yoki chalg'ituvchi, umri zavoli bo'lgan informatsiyadan qutqarib ketishi bu katta narsa emasmi? Men o'zim uchun aytmayapman. Hamma fikr tarqatuvchilar uchun aytayapman. Fikr tug'uvchilar uchun aytayapman. Fikr yaratuvchilar uchun aytayapman. Bu juda katta narsa. Buni lekin millat qachonki o'sha fikrni qiymatini o'zini hayotida ko'rgandan keyin biladi. Ha, mana shu ekspertdan keyin qarasaki, bolasini urmayapti. Mana shu ekspertning gapidan keyin qarasaki, erini bo'yniga yopishmayapti.
eri ozodlikka chiqdi. Mana menimcha asl yaxshilik. Va bilasizmi, kurs deymiz, 40 kunlik bo'ladimi, 20 kunlik bo'ladimi, 1 kunlik bo'ladimi, uning ichida bitta fikr yarqiraydi, bitta g'oya yarqiraydi. Holiga tushinglar deganim, diqqat markazida uni rivojlanish turadimi yoki o'sha kurs sotgan odam hayotiga qarab o'zini o'ksintirib alamini yutish turadimi? Qaysi biri turadi? O'sha ayol u qadar endi juda bir xarob bir kimdir oladi demayman, o'ziga ishongan bo'ladi, lekin o'sha yangi ilmga kirib kelyapti, o'sha kirib adaptatsiya bo'layotganda, transformatsiya bo'lib yotgan paytda ishtahasi bo'g'ilishi mumkin, farzandiga boshqa bo'lishi mumkin, lekin kurs sotgan ustoz, ekspert aynan o'shani teskarisini qilib o'tiradi. Bolasini erkalagan, yerdan gul olgan, o'zi daryo bo'yida o'tirgan. Nima uchun bilasizmi bu fikrni aytyapsiz siz menga? Nega mana shunaqa savol kelib chiqdi? Tabiiy savol bu. Bu faqat sizning savolingiz emas, bu odamlarning xalqning savoli. Men ularning savolini o'tkazmasam nima qilib o'tiraman? Va to'ppa-to'g'ri savol bu. Tabiiy, uje eng boshda kurslar sotilayotganda bunaqa savol yo'q edi. Sotilib, siz mana shu savolni tug'ilishini sabab qilib aytyapsiz. Tug'ildi bu rostdan. Inkor qilib bo'lmaydigan savol. Nima uchun shunaqa savol tug'ildi? Chunki kurslar zo'rma-zo'raki, yuzma-yuzaki moliyaviy ehtiyoj uchun yaratilishni boshladi. O'sha uchun men bir kursimni qaytib qilmayman. Nima uchun? Siz aytgan o'shanday xalqdan ajralib qolmaslik uchun. Deylik, poklanish kursimni qilayotganimda men haqiqatdan poklanishga muhtoj edim va poklanishda nimaga duch kelsam, shu og'riqni olib chiqqanman mavzu qilib. Buni juda ko'p aytaman. Poklanish mavzularini o'tayapman. Qochyapman-da, bilasizmi? Farzandimga ham qara olmayapman. Erimni gapi yoqmayapti. Odamlarni chaqirib qo'yganman. Mikrofonni oldiga o'tirish yoqmayapti. Va men angladim. Demak, inson hamisha qochguvchi ekan. Va meni o'sha kungi mavzum tayyor bo'ldi. Qochuvchi ong. Insonni qochish ongi va qochish ongini o'zimda kasallik turib, odamlarga ular bilan birga kasal bo'lib, qochishni qanday davolashni sahnada turib birga o'zimni davolayapman. Ilohiy poklanish 80 yoshimda qaytib yana poklanish kursimni o'tmayman-da. Ya'ni 80 yoshda juda ham poklangan bo'lasiz balki, lekin men poklanishda ehtiyoj sezganchalik o'ta olmasligimni men aniq bilaman. O'sha uchun poklanish bir marta o'tildi va hech qachon o'tilmaydi. Va aytamanki, har doim kurslarim asalga o'xshaydi. Vaqt o'tgan sari asalni shirasini chiqaradi. Ya'ni 1000 yillik asallar qimmatli hisoblanadi-ku. Nima uchun asal qimmatli bo'ladi? Chunki sifatli va original, sof mahsulot. Endi agar fikrlar sof bo'lsa, ular yillar o'tgani sari uni qirralarini namoyon qilib boradi. O'sha uchun men kurslarimga juda ham ishonaman. Bir marta o'taman, qaytib o'tmayman. To'g'ri, undan keyin to'lishaman, undan keyin fikrlarim o'zgaradi. Undan keyin balki men boshqacha tozalanish haqida fikrlar bildirishim mumkin. Yo'q. Endi u tozalanish bo'lmaydi. Endi u umuman boshqa nomda chiqishi mumkin. Sizning savolingiz bitta kurs nomi bilan qayta yaratayotganlar yoki tirikchilik manbai qilishga o'tirib 365 kun aynan mana shuni orqasidan qachon profiliga kirsam yoki qachon u haqida qiziqqan ma'lumotlarim olgim kelsa, qachonki bir nimadir uyg'onsa internet tarmoqlariga kirib har doim sotuvda bunaqa shunday. Yana bir qachon ilm olganligi haqida hech qanaqa gap so'z yo'qdi. Lekin qachon sotuv chiqarish bo'lsa, birinchilardan bo'lib sotuv kelib chiqadi. Shunday. Ammo u qadar ahmoq emas bugun. Demoqchimanki, sizni istab keluvchilar bilan birga bir paytda rolton yeb, bir paytda tuproqda o'tirib, bir paytda depressiyaga tushib o'tish uchun aynan o'sha mavzuda bo'lish kerak. Kuzatuvchilardan oldin u bo'lish kerak. Ekspert
o'ziga shunday ehtiyoji bo'lishi kerak. O'zini shunaqa ehtiyoji bo'lishi kerak. Yoki qaysidir marrani zabt etgan bo'lsa, deylik, pullarga ochilgan bo'lsa, deylik, daromadi juda baland bo'lsa, kurs o'tayotganda daromadi past bo'lgan ongdan boshlab ong jihatdan ham, ruhiyat jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham shuni ochib berish kerak. Kurs shu uchun, ya'ni eng ustki aysbergni boshini ko'rsatish emas, har qanday mavzuni eng boshdan kelinadi. Men shu paytda pulsiz edim va pulsiz paytda men qanaqa o'y xayolda edim va men uni qanday formula bilan chiqdim. Unga tushadi, o'sha vaziyatga tushadi va qarang, agar u kurslarida yashasa, agar u fikrlarida yashasa, agar uni fikrlari haqiqat bo'lsa, zotan unga o'sha vaziyatlar beriladi. Albatta, va o'sha darajada mardlarcha turib berish kerak. Ekspert u darajada tura olmasligining sababi uni o'sha payt og'riqlari bor. O'sha og'riqlardan chiqib ketganligini, g'alabasini ko'rsatadi bugun hammasi. G'alabasini ko'rsatmasin. O'sha paytdagi mag'lub bo'lib qolish qo'rquvini, holatini ko'rsatsin. Ana undagina chiqib ketadi. Hamma ham o'zini mag'lub qismini ko'rsatmaydi. Chunki o'sha injalangan, yupqalangan qismidan zarba olishi mumkin. Unga qaytib o'sha holati o'q bo'lib kelishi mumkin. Lekin qachon u mag'lubligini baralla ayta oladi va qora non kemira oladi, depressiyaga tushganini uyalmay ayta oladi, g'oliblik yo'lini bilganida. Aniq zinalarini biladi. Chunki u zarba yesa ham u mag'lub vaqtida zotan zarba yegandiku. Zarba yeganda qanday javob qaytarishni biladi. Boshqa bir joydan zarba kelganda dovdirab qolmaydi. Ya'ni zarba ayni zarba, bir xil bo'laveradi. Nima bo'lsa ham yo'lini biladi. Zinadan chiqishni biladi. Sen tilaver meni, sen uraver, men bu yo'lni bilaman-ku deydi. Men g'olibman demasa ham g'olib bo'la olishini bilgan odam bemalol o'zini mag'lub ko'rsatadi. Har doim shu podkastda siz bilan g'olib va mag'lublik haqida doim gaplashiladi. Bir mavzu tegilib o'tilinadi. Chunki hayotni o'zi asosi ham shu. Fikrlar jangi deyapmiz. Jangda albatta g'olib va mag'lub bo'ladi va hokazo. Bilasizmi? Bizani millatimiz orasida o'zini yirtiq, yamoq qismlarini ko'rsatish, samimiy ko'rinish, o'sha mag'lub bo'lishdan uyalmaslik hali boshqa millatlar, boshqa qatlam insonlaridan ko'ra foiz jihatdan kam bizda. Nega? Chunki yirtiq joyingizni ko'rishlari bilan o'sha joydan zarba berishadi. Yamoqni ko'rishi bilan yana sizni yamab ketadi. Ya'ni odamlar shu qadar baxtsizki, kimdirni yirtiq joyi unga baxtlilik beradi va aslida o'zini ustidan kulish, o'zini rivojlantirish yeriga ana uniki ham yirtiq ekan-ku deb taskin oladi. Taskin va shu bilan umr o'tkazishni, shu bilan non yeyishni ma'qul ko'rishadi. Lekin agar bizni millatimizda yirtiq yamoq, samimiy ko'rinish, samimiy deganda bilasizmi? Haqiqiy ko'rinish. Samimiy o'zi haqiqiy degani. Ko'rinishdan qachon odamlar uyalmaslikni boshlaydi, o'shanda haqiqatlar davolanadi. Bizda haqiqatlar kasal. Davolanishi uchun birinchi ko'rinish kerak-da. Yirtiq, yamoq, yara joylari uyalmay ko'rsatilinishi kerak. Zotan ko'rsatilingandan keyin u davolanishni boshlaydi. Agar diagnoz to'g'ri qo'yilsa, o'sha joyga ukol, o'sha joyda malham bo'ladi, to'g'rimi? Lekin biz xuddi kasalmiz deb bong uramizda, xo'p, seni tekshiray, qayring kasal desa, yengimizni orasiga yirtig'imizni bekitib, badanimizga o'ralib, teginma deb yuramiz. Ochmaymiz o'zimizni. Nima qismlarimiz bor ochmaymiz. Ya'ni qo'rqamiz. Chunki ko'p zarba olganmiz-da. O'sha uchun nima uchun bunga ko'p urg'u berdim? Hatto faoliyatim doirasida ham
samimiy ko'rinish evaziga qandaydir arzon, qandaydir qiymatsiz, bunda bemalol foydalansa bo'ladi. Bunga bemalol bu gapni aytsa bo'ladi. Zotan o'zimiznikida ekan-ku. deya hatto ilmni nopisand qilish. Palakni bosish. Nopisand qilingan ilmni o'qigisi kelmaydi, tatgisi kelmaydi. Shunday og'riqlar ham bo'ldi-da menda. Yo'q. Soxta ilmlar yaltirayotgan, soxta ichida odam bo'lmagan kostyumlar tashqariga ko'rinayotgan bir paytda fikrimga kostyum taqib chiqish, ilmimni yaltiratib ko'z-ko'z qilish menga normal ko'rinib qoldi keyin. Yo'q dedim. Ya'ni ichida yo'q kostyumlar chiqqan paytida bor odam kostyum kiyib chiqsin, olib chiqsin o'zini. Men oldin mana bunaqa fikrim bor edi. Oltin qayerda bo'lsa ham yaltiraveradi, meni topib kelsin. Men o'zim reklama qilmayman. Yoki bo'lmasa men samimiyman. Anglaydi odamlar. Ilmni taroziga torta oladi deb o'ylardim. Yo'q. Samimiylikni olib zarba bergan yoki o'sha kostyumingiz yo'qligidan foydalanmoqchi bo'lgan, burchingizni ko'rsatmasangiz, quyonday o'z holiga yugurtiraman deydigan saviya ham bor ekanda. O'sha uchun men judayam kurashaman. Chin haqiqatlarni yuzaga chiqishi uchun, samimiy, haqiqiy insonlar sahnaga chiqishi uchun, soxtalarni to'kish uchun o'sha o'tkir fikrlar tug'ishdan charchamayman. Shuni meni asl g'oyam shu. Haqiqiy odamlar chiqsin. Ichida odami borlar chiqsin. Odamlar chiqsin. Kostyumlar emas, kiyimlar emas. Shuni xohlayman men. Meni g'oyam ham shu. Chunki men samimiy bo'lganimda yoki rost gapni aytganimda toptalganman-da, tushunyapsizmi? Kulingan. Mana bir voqeani aytaman. Kursoshim bo'lardi. Unga hamma dardimni, sirimni aytganman, juda yaxshi ko'rganimdan boshqa. Lekin xuddi uni sirini aytmasang, senga baho qo'ymayman deganday ustozlarga borib, hamma haqiqatlarni aytgan va butun kursda oldida meni sharmanda qilgan. Masalan, o'sha qiz va men o'ylaganman, hech qachon ayol zotiga sir aytib bo'lmas ekan deganman va u juda to'g'ri qilgan aslida, menga juda katta dars bergan. Samimiyatni, haqiqatni yaralanishini aytayapman-da sizga. Yaralanish tarixi. Yaralanish tarixi. Do'st deb ishonasiz yoki suyanasiz. Samimiyda, samimiyatda bu. Yoki o'zingizni yirtiq yomoq joylaringizni ko'rsatasiz, bo'ldi. Ozgina hujum bo'lganda, ozgina jang shamoli kelganda darrov miltiqlarini olib, menda mana shu qurollar bor edi, mabodo foydalansalaringiz deb chiqarib qo'yadigan odamlardan bahs qilyapman. Xuddi shunday o'g'il bolada ham shunaqa bo'lgan. Erkak aytganman, tuhmat qilgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni men butun odamzoddan yopilganman keyin. Ayollar liniyasidan va erkaklar liniyasidan yopilganman. Bu degan butun insoniyatdan yopildim degan. Mana samimiyatni yaralanishi va bundan keyin men umuman gapirmay qo'yganman. Universitetda o'qidim, boshqa bir og'iz gap ola olmasdingiz katta davralarda. U bo'lib qolardi. Nimaga? Haqiqatim yaralangandi, samimiyatim yaralangandi. Lekin shunday insonlar juda ko'p oramizda. Haqiqat, samimiyati yaralanadigan, kulgusi toptalanadigan, oppoq niyati ustidan kulinadigan odamlar ko'p. Men ana shunday odamlarni yaltirashini xohlayman. O'sha odamlarni sahnada bo'lish uchun kurashaman. O'sha uchun sizga eng boshda men bilan tetapoya bo'lib kelgan insonlarim qadrli dedim-da, chunki ularni tarixi men. Ular lyuks elit qatlamga chiqishga haqli. Ular eng boshdan toza sort. Toza. Ular eng boshdan eng zo'r bo'lib yaratilgan.
bilasizmi, undan keyin toptala kirlashadi. Lekin bilasizmi, yana bitta zo'r haqiqatim bor, mana eng oxirgi kunlarda anglaganim. Asl odam chaqaloqligida ham asl. 10 yoshida ham asl, 15 yoshida ham, 40 yoshida ham, 80 yoshida ham. Asl aynimas degani to'g'ri ekan. Men eng boshdan tuproqda tug'ilsam ham zodagon edim. Fikrlarim aristokrat edi. Tushunyapsizmi? Lekin o'sha chiroyli joylarda tug'ilib, tuproq bo'lib yashayotgan odamlar bor. Fikrlari hech narsaga arzimaydi. Yaltiratishga faqat kiyimi bor. Yaltiratishiga tilla hammomi bor. Bo'ldi. Lekin asl zodagonlar, asl aristokratlar bu o'sha tomi qiyshiq uylarda ham o'sha nima deydi, qora kuyani ichida ham o'sha asl zodagonlar tuproqlarda hozir sochilib yotibdi-da. Biz ko'rayotgan zodagonlar, biz ko'rayotgan yaltiroqlar ichida bir uyum tuproq bo'lishi mumkin, biz bilmaymiz. O'sha uchun mana shu oddiy, samimiy insonlarni o'zini zodagonday, aristokratday his qilishini xohlayman. Ularni o'shanday bo'lishini, asl holatini, aslida ularga ta'zim qilinishini, aslida ular uchun dunyo xizmat qilayotganini anglashlarini xohlayman. Mani hamma ilmimda shu narsa bor. Ularni kashf qilish uchun birinchi qadam nimadan boshlanishi kerak? Aslligini anglash. Anglatish ya'niki. Anglatish. Endi asl zodagonlik, asl aristokratlik nima desangiz, o'sha sopol tovoqlarida yeyotgan xalq hali ham asl zodagon. Bilasizmi? Biza o'sha plastmassaga o'zimizni qo'l mehnatimizni plastmassaga alishgan, aldangan odamlarimizda. Ya'ni o'zimiz etik to'qib, etigimizni Ermitaj muzeyida $1 million sotgan, lekin plastmassa, silikon kiygan odamlarimiz. Asllik o'sha joyda aynishni boshladi. O'zimiz to'qigan kashtalarni Yevropaga sotib kelamiz, lekin sintetikadan kiyinamiz. Asllik shu joyda buzilyapti. Asllik qadriyatlar, o'y-xayollar, og'riqlar kerak bo'lsa, jarayon qo'shib tikiladigan kashtalarda o'sha alamni, og'rig'i, dardini allaqib chiqarish. Lekin biza musiqa qo'yib qo'yamiz-ku, asllik o'sha joyda aynishni boshlagan. Biz o'zimizni, ovozimizni mensimaymiz. Eng go'zal artistlarni allasini qo'yib qo'yamiz bolamizga. Lekin bolamiz uchun eng go'zal ovoz o'zimizni, onalarni o'zini shu taqirlagan, xirib kirgan ovozi uni. Notaga tushmaydigan. Notaga tushmaydigan ovozi uni. Uni allasi dunyodagi eng qimmat alla. Onasi tikkan kashta eng qimmat kiyim unga. Onasi tikkan gilam da odam haqiqiy buyuydi-da, kattalashadi. Ya'ni nima demoqchiman? Oilamizga, uyimizga sun'iy narsalarni qanday kiritgan bo'lsak, sun'iy fikrlarni ham ongimizga shunday kiritganmiz. O'zi aslida avval sun'iy fikrlash kirib, hayotimiz sun'iylashib ketgan. O'zimizdan uzoqlashib ketganmiz. Tabiiylik kirishni boshlaganda hamma narsa asllikka qaytishni boshlaydi. Endi hozir men kashtadan, Suzanadan aytdim, sen o'zing ham kashta tikmaysan, Suzana tikmaysan, qo'y gapingni deyish mumkin aqlli odam. To'ppa-to'g'ri aytadi. Lekin men uni misol bo'yicha aytyapman. Misol uchun kashta emas, deylik, bir material olib kelib farzandiga o'zini istaklarini qo'shib tiksa, u eng qimmat kiyim. Nimaga Gucci qimmat, nimaga Chanel qimmat? Uni energiyasi qimmat. Uni niyati qimmat. Odamlarga eng zo'r komfort bo'lsin,
o'sha aristokratlik bersin degan niyati qimmatligi uchun qimmatda u. O'sha material hamma joyda bor, lekin uni niyati qimmat. Onani farzandga niyatini bahosini o'lchavering. Ya'ni aslida qanchalik o'z doğal tabiiy mahsulotlarimizdan qanchalik foydalansak va o'sha foydalanishga niyatimizni qo'shib foydalansak qanchalik qimmat bo'lgani singari o'zimizga keladigan fikrlardan foydalanish ham shunchalik qimmatli. Men gapni shu yoqqa olib kelyapman. Ya'ni biz o'zimizni mensimasdan boshqalarni mensitishga ketgan joyimizda o'zimizni unutganmiz. Agar o'zimizni qo'pol, dag'al fikrlarimiz bo'lsa ham mensitishni boshlasak, shu bekorga shu dag'al fikr ham kelmayapti shu odamga deyishni boshlasak, biz o'zimizga qaytishni boshlaymiz. Va bilasizmi, dag'al fikrimiz ham tashqarida amalga oshgandan keyin o'zini fikrdek his qilgandan keyin qayta sizga sayqallanib kelishni boshlaydi-da, ongingiz ishlashni boshlaydi. Biz doim qo'shnidan tandir olib turdik, o'zimizni tandirimiz chirib ketadi. Bu degani boshqalardan fikr olaverdik, miyamiz avtomatik chirishni boshlaydi, chunki unga vazifa yo'q. Ya'ni asllikka vazifa yo'q badanimizda, yuklatilmagan ongimizda. Shunday. Asllik, aslzodalik haqida gapiryapmiz. Bugun bu qadar insonlar bunga ehtiyoji bo'ladi. Asl his qilgan odam, o'sha tapchanida ham aslligini bilib turgan odam unga bu qadar kerak. Asliga yetishish yoki o'zini ko'rsatish. Asl haqiqatlik, asllik yaratgan bilan, xotirjamlik bilan, sakinat bilan to'qnashish emasmi? Men xotirjam bo'lsam, umuman menga aslzodalik kerak emas. Menga u sharoit kerak emas. Men qayerda o'zimni xotirjam his qilsam, ana shu joydaman. Ya'niki yaratuvchi bilan birgamanmi? Menga bu dunyodagi maishiy narsalarning hammasiga raddiya bildiraman. Siz aytayotgan asllikni havas qilayotganda, asllikka yetishmoqchi bo'layotganlar, bu asllikni xohlab bir aslzodalikka bu qadar bir ongini to'g'rilab, shuni maqsad qilayotganlari kim ko'paytirayotgani qiziq. Kim maqtanib bularni ilhomlantirayotgani qiziq. Kim bularni bu qadar ahmoq qilayotgani qiziq. Buni ham tug'dirishiga, bu fikr uyg'onishiga xizmat qilayotganlar bor-da jamiyatda. Bugungi kunidan shukronalikni ayirib, alamni berib, alamzadalik bilan tortayotganlar bor. Vaholanki eng og'ir narsa insonda solishtirish ongi, baholash ongi. Nimaga unda unaqa, menda bunaqa degan narsani bildirmasdan ong ostiga joylab, bu ideyani, bu ideologiyani olib kirish bu og'ir. Shuning uchun so'ramoqchi bo'lganim, bu qadar bu asllik, aslzodalik yoki asliyat bilan aylanib o'ralashdik. Bu suhbat bu qadar mana shu joyga kelganda alamli. Men aytayotgan aslzodalik o'sha dabdaba ziraklarini yaltillatish, yelkasiga kostyumini dabdabalarcha ilib, qora qo'lqoplar kiyib chiqish emas aslzodalik. Aslzodalik o'sha aslini bilish. U yog'ochdan yasalganmi? U temirdan yasalganmi? U oltinmi aslida? U kumushmi? Va uni yeri qayerda? Darajasi qayerda? U balki o'sha mahallasida eng zo'r yaltirar. Mahallasidan qimmat joy yo'qdir unga. Aslzodalik bu hamma sahnaga chiqish emas. Hamma ko'rko'rona yashash emas. Hamma gelik yoki Cartier bilmadim qandaydir do'ppilar kiyish emas. Aslzodalik, men aytayotgan aslzodalik bu o'z yerini bilish. Hamma bir yerda emas-ku, hamma sahnada emas-ku, Mironshoh aka. Kimdir mahallada, kimdir viloyatda, kimdir dunyoni ko'xunuri. Lekin u o'zini qayerdaligini bilmas ekan, hamma sahnaga intiladi. Lekin uni o'zini sahnasi qayerda? Mana shu aslzodalik. Aslzodalik bizda kiyim-kechaklarga, komfortga, qimmat baho narsalarga ko'chdi. Istilohiy ma'noda. Aristokratizm bu o'zini ko'rsatish daka
anglab beriladi. Yo'q, aristokratizmga qarasangiz, siz o'zingiz menga buni hattoki aytib o'tdingiz, shu boshlanishdan oldin yelkalaringni yop. Nega? Seni fikring ko'rinsin, yelkangga emas dedingiz. Mana shu aristokratizm qiladigan ish. Oligarxlar, aslzodalar aslida hech qachon yaltiramaslikka harakat qiladi. Nega? Uni eng avval g'oyasi yaltirasin. U surayotgan ideologiya yaltirasin. U qutqarayotgan fikr yaltirasin. Shunga xizmat qilinadi va shuning uchun iloji boricha dabdabadan, hashamdan qochiladi. Aslzodalarni kuzatsangiz shu. Endi men aytayotgan faxrlansin aslzodaligidan, faxrlansin aslligidan deganda o'zini sahnasida, o'zini elementidan yaltirasin. O'zini o'rnidan yaltirasin. U o'sha hashamlardan to'kilsin, aksincha. Lekin bilasizmi, bu yerda bitta yo'l degan tushuncha bor. Yo'lda sinov degan tushuncha bor. Agar u o'zini yo'lda sinamas ekan, o'zini kostyum kiyib, qo'lqop taqib sinamas ekan, aslligini, tajribasini ola olmaydi. U qayerda ko'proq yaltirashini, qayerda o'zini sakinatda topishini bilmaydi. Biz yo'lni, tajribani, sinovni hisobga olib gapirishimiz kerak va yo'l sinayotgan insonni bir urib, joyiga tushirib, seni joying bu yerda emas deyishga hech kimning haqqimiz yo'q. Har kim aslzodalikka talpinishga haqli. Aslzoda ilmlarni, aslzoda o'rinlarni, fikrlarni egallashga haqli, baxtli yashashga haqli. Asl baxt aslzodalikda. Ya'ni aslzoda degan so'zga qarasangiz, aslzoda o'g'il nasl degani. Asli nasli deganida, asli naslingga tortish deydi-ku. Ya'ni aslzoda bo'lish bu hech qanday hasham emas. Hech qanday dabdaba emas. Aksincha, dabdabalardan qochish, hashamlardan qochish. Qaysidir ma'noda taraflar dasturida Bani inson qavmidanmisiz siz baxtlisiz degan bir shiorni yoki bir tushunchani ilgari surish bo'ldi. Taraflar dasturiga xush kelibsiz. Ajoyib fikrlar uchun va inson o'z o'rnida haqqoniy turish ham qaysidir ma'noda baxt ekanligini tushunib, unga yetish uchun ham ilm kerakligini ilgari surdingiz. Dastur har doim sizni har doimgidek sog'inib qoladi. Rahmat Mironshoh aka, taraflar taraf qildi fikrlarni. Yonma-yon qildi, tomon qildi, tamom qildi ham. Va tamom qilamiz. Bu taraflarga bo'linib ketishi eng og'iri. Bu taraflarga bo'linmadi menimcha. Bo'lingunga qadar suhbat davom etadi, intervyular davom etadi. Fikrlarni tarafi haqida aytdim. Biz hech bu taraflarda odam haqida, voqea haqida gaplashmaymiz Mironshoh aka. Fikrlar haqida gaplashamiz. Fikrlar taraf, yon, tomon bo'ldi. To'g'ri? Har doimgidek. Yo'q, eng qizig'i bu podkastlarni mana shu ijodiy tandemi yo'qolmasligi ham doim 6 oydami qanchada bo'lib turishi ham sababki taraflar uchrashmaydi-da. Taraflarga bo'linishi mumkin. Taraflar tarqashi mumkin. Taraflar uchrashmaydi. Har doim yonma-yon bo'lishi mumkin. Mana shuni bilgunga qadar, mana shuni his qilgunga qadar biz mana shu taraflardamiz. Hamma o'z tarafida bo'lishi va hamma o'z tarafida qolishligi tarafdorimiz. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling.